Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Ushbu video darsimizda ham xudo xolasa yana 5 ta kodlar blokini nima qilamiz? Birgalikda yechib, bunga yechimlar berishga harakat qilamiz. Matndagi har bir so'zning birinchi harfini katta qiling. Juda ham oson. Mana shunaqa sizga savol beriladigan bo'lsa, aytaylik, dugonang bilan uyda o'tirgan degan so'z. Ixtiyoriy xayolimga kelgan so'z. Endi print qilaman, mana print qilamanda text nuqta. Endi bunga nima qilishimiz kerak? Title degan metodimiz bor bizda. Title'ni berishimiz kerak. Run qiladigan bo'lsak, dugonang bilan uyda o'tirgan. Mana bu yerda ozgina imoviy xatolar bo'ldi. Mana ko'radigan bo'lsak, demak, o harfini qo'yib qo'yadigan bo'lsak, o'ni ham nima qiladi? Mana o'ni beradigan bo'lsak, keyingisini ham tini ham o'zgartirib oladi. Shuning uchun bunday qilib qo'yamiz mana. Dugonang deb beramiz. Mana to'g'ri bo'ladi endi. Demak, bu kodimiz qiynmas ekan. Keyingisiga o'tamiz. Virgul bilan ajratilgan satrdagi sonlarni yig'indisini toping. Mana buni qarang endi. Bu sal ozgina qiziqarliroq. Nums, ya'ni raqamlar berilgan bizda. Qo'sh tirnoq ichida virgul bilan ajratilgan raqamlar bor. Aytaylik 3, 4, 5 deylik. Mana shuni yig'indisini topishimiz kerak. Print sum map, mana qarang, mana bu yerda bizga nima? Map yordamga keladi. Integer. Qaus ochamizda endi mana shu yerda virgul deymizda mapdan keyin. Qarang. Nums raqamlarni yuqoridagi nuqta split qilib o'raman. Ajratib olaman. Mana ajratib olganimdan keyin nima qiladi bu bizga? Beradi. Ajratib olishni nimadan bo'yicha ajratib olgan? Virgul bo'yicha ajratib olgan. Mana 15. Mana bu string holatida berilgan, lekin virguldan ajratib olib, buni integer qilib, keyin mapping, ya'ni hisoblab bergin deyapmiz. Mana summasini. Mana summa mapping integer. Ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda split yordamida virgulda ajratilgan. Juda ham oson bu kodlarimiz. Keyingisi matndagi so'zlarni ajratib oling. Mana shuni ko'ramiz endi. Text bo'lsin, aytaylik, bizda so'zlar bo'lsin. Aytaylik, bu dunyo o'tkinchi dunyo degan so'z. Aytaylik-da, endi ixtiyoriy xayolimga kelgan so'z. Endi words deymiz, ya'ni so'zlar. Text nuqta replace, ya'ni o'rnini almashtiramiz. Qaus ochamizda qo'sh tirnoq ochib turib, virgul bilan, keyin buni tashqarisiga ham virgul qo'yamizda. Bo'sh qiymat bilan deyapmiz mana. Bo'sh qiymat bilan almashtiramiz. Endi nuqta replace qilamiz. Qaus ochamiz. Aytaylik, mana bu yerda undov ham bor. O'sha undov bo'lsa qanday bo'ladi? Sal murakkablashtiramizda buni. Qo'sh tirnoq ochib turib undovni beramiz. Virgul qilamizda, ya'ni bo'sh anoni beramiz, kattagini. Endi nuqta split buni ajratsin bizga. Endi print qilamiz, qaus ochib turamizda. Words deymiz. Run qiladigan bo'lsak, bu dunyo o'tkinchi dunyo. Mana osongina mana shuni bajarib olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi kodimizni ko'ramiz. CSV matnni ikki o'lchamli massivga aylantiring. Mana bunday savol berilibdi bizga. Bu qanday bo'ladi endi? CSV data deb qo'yamiz buni. CSV data. Keyin qo'sh tirnoq ochamizda ism, aytaylik, virgul, yosh, ya'ni CSV degani comma separated. Virgul bilan ajratilgan bo'lishi kerak. Yosh, endi qarang. \n deymanda, Ali deyman, misol uchun. Virgul 25 deyman. Ism yoshini beryapmiz. Yana \n deymanda, misol uchun Vali deymanda, misol uchun virgul 30 deyman. Qiymatlarni ham beryapmiz. Mana shu holatda ketgan. Endi rows deymiz. Barobar kvadrat qaus ochamiz. Line nuqta split ajratib olyapmiz. Qo'sh tirnoq ichida virgul beramiz va bu yerdan for line in CSV data nuqta split. Orqaga qaytamiz. Nuqta split mana. Endi mana bu yerda ozgina anonimiz bor. Qo'sh tirnoq ichida
backslash n ni berib ketishimiz kerak. Backslash n ni berib ketamiz. Endi print rows deymiz. Yoki bo'lmasa row. Tak, mana bu yerda hozir mana rows mana berdik. Ism yosh Ali 25, Vali 30. Mana bu qator berilgan edi bizga. CSV holatda berilgan edi. Buni ikki o'lchamli massivga aylantirdik mana. 1, 2 mana. Ko'radigan bo'lsak, mana ikkita ustuni bor, ikkita anosi bor. Qatori ikkita ustundan iborat. Ikki o'lchamli massivga aylantirish mana shu holatda bo'lar ekan. Demak, keyingi oxirgi kodimizni ko'radigan bo'lsak, satrni belgilar massiviga aylantiring. Bu degan nima degani? Ko'ramiz hozir. Text deymiz. Tag text barobar aytaylik Python deymiz. Python mana Python. Endi characters belgilar degani list qilamizda nimani? Textni va print qilamiz. Print chars mana ko'radigan bo'lsak Python deb hammasini belgilar massiviga, mana Python so'zini belgilar massiviga nima qildi? Aylantirib berdi. Demak, bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lgan kodlarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.